Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga aziz mehmonlar, semental zot yo'nalishiga qiziqqanlar. Hammalaringga rahmat. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun. Semental xonajin so'raganlarga, o'tga kirgan holatdagi emlamalari kerak, emlamalari bilan bo'lgan holatdagisi mana xudo xolasa sotuvga chiqaryapmiz. Bu o'zimizning semental. U birovnikini chiqarganimiz yo'q, sotuvga o'zimizning semental xonajin. Buni firmadan olib chiqqan edik, molxonadan. Endi o'tga kirgan holatdagini olib chiqqan edik. Orada hozir mana bir 2 oycha boqib qo'ydik. Olganimizda 2 oylik edi, hozir 4 oylikka yaqinlashib qoldi. Bu semental xonajinimiz sotiladi. Emlamalari bo'lgan, dermazitga, qorasonga emlamalari bo'lgan. Xudo xolasa o'sha sababchi bo'lib kasal yuqmaydi, xudo xolasa emlamalar sabab bo'lib. Buni holati o'ta yaxshi holatda. Zavatskoy to'qol, shoqi kuydirilmagan, shoqi chiqmagan. Molni mana ko'rsalaring bo'ladi. Mana o't yeyapti. O'tga kirgan kepay, o't, siloz, somon yeydi. O'tga yeyishga tayyor. Buni sotishimizga sabab o'zimiz siyirib olamiz dedik. Ozmuncha ishlar chiqib qoldi. U ishlarni bitirmasak, bo'lmagan bo'lib qoldi. Shu sababli sotyapmiz. Arqalari bilan ko'rishlaring mumkin. Molni o'ta yaxshi holatda. Chiroyli. Unaqa muammosi yo'q. Bo'zagimiz o'ta yaxshi holatda. Zavatskoy to'qol, unaqa nimasi yo'q molni. Qiziqqanlarga telefon nomerlarimizni qoldiramiz, manzillarimizni qoldiramiz. Bu bo'yichamiz sotiladi. Mana bizda u nima vas? Mana bo'zaklarni ham olib kelganmiz. Bular sutemga. Ichkarida o'zimizni sigirimiz tuqqan, o'zimizni nima? Bular sotilmaydi. Faqat shu xonajinimiz sotiladi xolos. Bular kichkina. Bular sotish niyati yo'q edi, o'zi hammasini sotmasdik. Bir ishimiz chiqib qolib, sotishga majbur bo'lib qoldik. Bu endi manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qorajida shaharchasi. Semental qiziqqanlarga mana yaxshilab ko'rishlaring mumkin. Mana arqalari ham keng. Faqat biz olib kelgan paytda bu chichi sutga to'ymaganroq edi. Shuni hisobiga yayilib o'ralmadi. Bunga sut emizalmadik biz. O't bilan o'tga o'rgatdik. Ma'qul kelganlar bemalol telefon qilsin. Mana video uni kattalashtirganimiz yo'q. Bu rasmini kattalashtirib qo'yganimiz yo'q. Bo'zayda boricha video olyapmiz. Unaqa katta qilib ko'rsatganimiz yo'q. Bo'ylarini o'lchaganim yo'q bo'zayda. Agar zarurat desa, telefon qilsa, o'lchab bering desa, o'lchab beraveramiz bo'ylarini. Unaqa umuman unisida muammo yo'q. Buni molxonadan ko'rib olib chiqilgan, unaqa zotiga ham xudo xolasa garantiya beramiz qiziqqanlarga. Manzillarimizni aytdik, yana bir bor aytamiz. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qorajida shaharchasi. Telefon nomerlarimizni ham aytamiz. Telefon nomerimiz 90lik 777 0121. Yana bitta qaytaraman. 90lik 777 0121. Buni narxiga kelsak, eng qizig'i narxi joyi. Narxi Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Narxi 18 million, ozgina kami bor. Unaqa ko'p tushib bera olmaymiz, chunki o'zi ana shunaqa holatda kelgan. Bizga ham
pul zararligidan sotaveryapmiz. Bo'lmasa sotmas edik. O'zimiz sigir qilamiz, shu molxonada ko'rganligimiz uchun olingan edi bu. Hammalaringga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar. Videolarimiz keng tarqalishiga sabab bo'ladi. Sizlarga manfaatli video chiqarayotganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa olib baraka topasizlar. Hammaga baraka bo'lsin. Hammalaringga rahmat.